Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va kanalimiz obunachilari. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Sizlar bilan yana doktor Erkin Ergashev. Xo'p, bugungi mavzuyimiz ko'pincha ro'zadorlarga, hozirgi mart oylarida ro'zadorlarga taalluqli bo'lgan mavzu, keyin esa ro'zador bo'lmaganlarga ham taalluqli hisoblanadi. Chunki bu barchaga taalluqli. Organizm vaqt o'tishi bilan, odam yoshi kattarishi bilan qon quyuqlashishi organizmga tahdid sola boshlaydi. Mana shu qon quyuqlashishidan juda ko'pchilik kasalliklar ham kelib chiqadi. Bugun mana shu qon quyuqlashishidan kelib chiqadigan 7 ta eng xavfli kasalliklar haqida videomiz mavzusi bo'ladi. Keyingi videoda esa albatta mana shu 7 ta eng xavfli kasallik va qon quyuqlashishini oldini olish uchun tabiiy mahsulotlardan foydalangan holda qon suyuqlashtirish haqida video qo'yaman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki agarda kanalimizga obuna bo'lmasangiz, keyingi videoni o'tkazib yuborish ehtimoli yuqori bo'ladi. Iltimos kanalimizga obuna bo'ling, chunki mana shu kichkinagina mehnatimizni qadrlagan holda bugungi mavzuyimizni boshladik. Bugun juda muhim va jiddiy mavzu, aytib o'tganimdek, qon quyuqlashishi va uning salomatligimizga ta'siri. Undan kelib chiquvchi 7 ta organizm uchun katta xavf keltiruvchi kasallik haqida gaplashamiz. Ayniqsa bu mavzu hozircha ro'za tutayotganlar uchun juda dolzarb, chunki kun davomida umuman suyuqlik ichmaganligi sababli qon quyuqlash ehtimoli ortib ketadi. Bu esa yurak va qon tomirlariga jiddiy zarar keltirishi mumkin. Qon quyuqlashishi va uning xavflari. Qon bu bizning organizmimizni kislorod va oziq moddalar bilan ta'minlovchi asosiy suyuqlik hisoblanadi. Ammo agar u juda quyuqlashib ketsa, tomirlarda tiqilmalar, tromblar hosil bo'lishi mumkin. Natijada quyidagi 7 ta eng xavfli kasalliklar kelib chiqadi. Birinchisi tromboz. Tromboz bu tomir ichida qon laxtasini hosil bo'lib qolishi, tromb hosil bo'lishi. Qon aylanishiga to'sqinlik qilishi. Bu ayniqsa uzoq vaqt harakatsiz qolganlarda, kam suyuqlik ichayotganlarga yoki noto'g'ri ovqatlanganlarda kuzatiladi. Agar tromb yurakka yoki o'pkaga borib yetsa, natijada o'ta xavfi ortib ketishi mumkin. Natijada xavfli kasallik keltirib chiqaradi. Ikkinchisi insult. Agarda qon juda quyuq bo'lsa, miya tomirlarida to'silib qolishi natijasida kutilmagan insultga olib kelishi mumkin. Mana shu insultdan hozirda juda ko'pchilik aziyat chekmoqda. Bosh aylanishi, nutqning buzilishi va qo'l oyoqlarning uyushishi. Insult bo'lgandan keyin qo'l va oyoqlar harakatsizligi ham paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi kasalligimiz yurak infarkti. Agar yurak tomirlarida qon quyuqligi tufayli tiqilma yuzaga kelsa, yurak yetarli darajada kislorod ololmaydi, natijada yurak infarkti sodir bo'lishi mumkin. Bu esa ayniqsa ro'za paytida organizmda suv tanqisligi bo'lgan insonlarda hozircha xavfi 2 barobarga oshib ketadi. O'pka tromboemboliyasi, 4-kasallik. Bu kasallikda qon laxtasi o'pka arteriyasida yopib qo'yadi va odam nafas ola olmay qoladi. Agar o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmasa, bu hayot uchun o'ta xavf tug'dirishi mumkin. O'limgacha ham olib boradi. 5-chisi jigar va portal gipertenziya. Agar qon juda quyuq bo'lsa, jigar tomirlari ham shikastlanishi mumkin. Bu esa portal gipertenziya, jigar sirrozi va ichki qon ketishlariga sabab bo'lishi mumkin. 6-chisi varikoz va tromboflebit. Qon aylanishi buzilganda oyoqlardagi tomirlar kengayib, varikoz hosil bo'ladi. Agarda qon haddan tashqari quyuqlashsa, tromboflebit, ya'ni qon tomirlarining yallig'lanishi rivojlana boshlaydi. Xo'p, 7-chi kasallik Raynaud sindromi, sovuq qo'llar va oyoqlar. Hozirda ko'pchiliklarda uchrashi mumkin. Agar sizda ham bo'lsa, kommentariyada javobini qoldiring, izoh qoldiring, men aytaman. Agar qo'l oyoqlaringiz tez-tez muzlab qolayotgan bo'lsa yoki barmoqlaringiz oq yoki ko'k tusga kirayotgan bo'lsa, bu qon aylanishi muammolari belgisidir. Qon quyuqlashishi bu kasallikni yanada og'irlashtirib yuboradi. Ro'zadorlar uchun muhim maslahatlar berib o'taman. Ro'za paytida suyuqlik yetishmovchiligi qon quyuqlashishini tezlashtiradi. Shu sababli ro'zadorlar quyidagi tavsiyalarga amal qilishi albatta zarur.
Saharda va iftorda harakat qiling ko'proq suv ichishga. Choy va qahvani iltimos kamaytiring. Hozirda yosh kattalarda juda ko'p kishi choy, qahva mana shuni yoqtirib, shirinliklar ko'p iste'mol qilaveradi. Chunki mana shu choy, qahva organizmdan suyuqlikni chiqarib yuboradi, haydaydi. Meva va sabzavotlarni ko'proq iste'mol qiling. Masalan, tarvuz, bodring, apelsin kabi organizmni namlashga yordam beruvchi mevalardan ko'proq iste'mol qilishga harakat qiling. Yog'li va tuzli qovurilgan ovqatlardan voz kechishga harakat qiling. Bunday mahsulotlar qonni quyuqlashtirishi va yurakka katta yuk berishi mumkin. Jismoniy harakatsizlikdan qoching. Ya'ni aytganim, kam harakat qilishdan tiyiling. Ko'proq harakat qiling. Bu harakat qilmaslik qon quyuqlashishiga olib keladi. Agarda harakat qilsangiz, ya'ni 30 daqiqa, ko'p emas, yarim soat mana shu. Harakatni ko'paytirsangiz, organizmda qon aylanishi yaxshilanadi. Xo'sh, shifokorlar tavsiyasiga ko'ra tabiiy qon suyultiruvchi mahsulotlar iste'mol qilish kerak. Buni albatta aytganimdek keyingi mavzuda, ya'ni keyingi videoda aytib o'taman. Xulosa qilib aytganim shuki, qon quyuqlashishi bu jiddiy muammo hisoblanadi. U juda ko'p kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, ro'za tutayotgan organizmda suyuqlik kamaygani uchun buni nazorat qilish zarur hisoblanadi. Nazorati izdan chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun sog'lom odatlarni shakllantirish kerak, yetarlicha suyuqlik ichish kerak, yurak-qon tomir tizimiga e'tibor berish kerak. Agarda ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.